Xitoy tili darslarini, to'garaklarni ochishda haftada Xitoy tili, ha, aynan haftada 2 marta. 3 yoshlik nevaram bor, Xitoy tilini yaxshi ko'radi, yaxshi. Bizga ham bir yaxshi gapiradimi yo nima gapiradi, lekin xitoycha qattiq gapiryapti. Tarjimasdan so'rayapman, yaxshi gapiryapti. Yo, yaxshi gapiryapti dedi. Til bilgan odam butun dunyoni biladi. Til bilganga dunyo eshiklari ochiq deydi ota-onalarimiz. Shuning uchun ana shu dunyo eshiklari ochilib, sizlarni mana shu kelajaklaringda mana shu kutubxonaga sizlarga yoqqan bo'lib, ko'proq bu yerga kelib turib, kitob bilan do'st bo'lsalaring, men sizlardan juda minnatdor bo'laman. Meni ham nevaralarim ko'p, ularga ham aytaman, ko'proq kitob o'qisalaring yaxshi bo'ladi, lekin eng bizda sizlarni hozir qiziqtirgan narsa bu faqat meni yomon ko'rgan narsam telefon. Eng afsus, men yomon ko'raman telefonda ular o'tirsa, lekin u yomon ko'rish qat'iy nazar bobojon deydi. Siz yomon ko'rsangiz dunyo telefonning ichida deydi. Men dunyo voqealarini telefondan bilib olishim kerak. Shuning uchun u meni yaxshi yomon ko'rganim emas, bu zamonda hozir talabi shu va zamonga munosib bo'lsa shu telefonning ichida bo'lish kerak ekan. Eng kichkina nevaram kelib bobojon deydi, multik berdi. U multikning ichida xitoycha ham borlik. Bugun mana shu sizlar bilan tanishdik, borib ota-onalaringga meni nomimdan ota-onalariga rahmat, mana shu farzandlarini xonaga yuborayotgan ekan deb xursand bo'ldilar deb aytasizlar. Kelishdikmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga ham rahmat aytganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.